Assalomu alaykum, qadrli YouTube video muxlislari. Bugun biz sizlarga internetdan eng oson va oddiy pul topish usulini o'rgatishni boshlaymiz. Bu eng sodda usullardan biri. Bu yangi topilgan sayt. Mana bu ssilkadan siz o'zingiz mana shu saytdan kirsangiz quyidagi saytga duch kelasiz. Masalan, mana bu yerga yozamiz ushbu saytni va kiramiz ushbu saytga. Bu sayt asosan reklama ko'rish hisobiga ishlaydi. Mana bu sayt topdengi.club sayti. Bu saytga kirsangiz sizga registratsiyadan o'tishingizga to'g'ri keladi. Shunda siz registratsiyani bosasiz va ushbu bo'shliqlarni to'ldirasiz. Masalan, bu yerga o'zingiz biror bir ism o'ylab topishingiz mumkin. Masalan, Aliola chiziqcha 91 chiziqcha shart emas. Masalan, bu shunchaki nickname, o'zingizni pasport bo'yicha ismingiz bo'lishi shart emas. Mana bu yerga esa adresingizni yozasiz, email adresingizni yozasiz. Masalan, bk.ru yozamiz. Bu adres haqiqatdan ham ishlayotgan bo'lishi kerak va bu yerga parol o'ylab topasiz. Qanaqadir parol, masalan, ikkita va shu parolni takrorlaymiz. Mana bu yerga rasmda ko'rinib turgan raqamlarni to'g'ri kiritishingiz kerak. Masalan, bu yerda 4105 raqami ko'rinib turibdi va отправить belgisini bosamiz. OK tugmasi bosiladi. Mana siz muvaffaqiyatli o'tdingiz deyapti. Saqlanib qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham bo'ladi. Va bu yerda mana hisob raqamingiz 0 rubl turibdi. Bu yerda ham xuddi shunday 0 rubl va bu yerda pриступить к просмотру рекламы degan tugmani bosasiz. Keyin pриступитni bosganingizdan keyin sizga pul ishlashingiz uchun sahifa beriladi. Mana bu raqamlarni oddiygina mana bu yerga kiritasiz. 8673. E'tibor bering, mana bu yerda 00 rubl turibdi. Har bitta bergan patchni qabul qilgandan keyin продолжить tugmasini bossangiz 4 rubldan pul berish kerak. Mana 4 rubl hosil bo'ldi, ko'ryapsiz. 54.92 mana. Mana yana 8 rubl va 99.98. Mana ko'ryapsizmi? Ushbu zaylda siz 1 soat ichida yoki bo'lmasa 2 soat ichida ko'pi bilan yo'q, o'rtacha 500 rubldan 5000 rublgacha pul ishlashingiz mumkin va bu ishlagan pulingizni вывести деньги degan joyini bosish orqali oddiygina sodda usulda yechib olishingiz mumkin. 5000 rublgacha pulni siz reklamani ko'rmasdan turib ham faqatgina raqamlarni kiritish orqali ishlab topishingiz mumkin. Va shu zaylda siz o'zingizni bir kun ichida to'plashingiz mumkin. 10.000, 7.000 rublgacha pul ishlab topishingiz mumkin shu zaylda. Va oson yo'l bilan siz o'zingizni summangizni rivojlantirishingiz mumkin. Sizlarga bu saytni kirib registratsiyadan o'tishni tavsiya etaman va pulni oson va sodda yo'l bilan ishlab topishingizni tavsiya qilaman. Mana shu referalkamni men sizlarga videoni tagida qoldiraman. Mana shu videoni tagida meni saytimni referalkam turadi. Shundan o'tsangiz sizlar xuddi shunday saytga duch kelasiz va pul ishlab topishingiz uchun
men o'zimni kontaktlarimni ham qoldiraman. Qanday savolingiz bo'lsa menga berishingiz mumkin va harakat qilaman qo'limdan kelgancha yordam berishga. Ko'ryapsiz, mana juda ham oddiy va sodda yo'l bilan va tez, 1 soat ichida men bugunning o'zida registratsiyadan o'tgan bo'lsam, masalan, 1 soatni ichida 3000 rubl topdim va 4 soatni ichida 7000 rublgacha pul ishlab topganman. Sizlarga ham shu saytni ishlashni tavsiya qilaman. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.